qarz berish kerak. Men beraman qarz. Yaqinlarimga, ishongan odamlarimga, o'zimni kurgunimga beraman. Meni yonimga olib, kecha topib olgan odamlarimga bermayman. Yaqinlarim o'zim muhtoj bo'lsa beraman. Chunki boshqa joydan muammoga kirib qolib, foizga pul olmasin deyman-da, sostoyini ham ko'tarsa beraman. Chunki hozir bermasangiz, ertaga Alloh sizga ham bermaydi. Siz berishni bilishingiz kerak. Mayli vaqtida bermasa ishi bitsin. Yo'qsa savob ham bo'ladi. U qarzdor odam o'zi kechasi borib qilolmaydi o'zi. Haqiqatan ko'nglida qarzim berish kerak degan bir odamning ko'nglida bo'lsa, undan qaytmasa boshqa joydan qaytadi. Lekin qarz berganingizdan keyin uni yondirib tashlamaylik. Sroki keladi-ku, vaqti keladi. O'sha paytida uni tiramang. Agar unaqa tirab qarz beradigan bo'lsangiz, bermang unaqa. Ko'nglingizdan xotirjam bering. O'sha kuni o'sha pulni qaytaradim deb kutib o'tiradigan bo'lsangiz, bermang. 10 kun, 15 kun o'tib ketsa ham, mayli. Vaqtida pulni olib kelmasa ham, bo'lib to'lasa ham, sizga Alloh boshqa joydan beradi. Qancha siz unga mehribonchilik qilsangiz, sizga shuncha mehribonchilik qilinadi.